Agar bir erkak o'z ayolini uydan haydab yuborsa va taloq degan so'z uning og'zidan chiqmasa, shunchaki bor uyingga ketgin desa, ular o'rtasiga taloq tushadimi? Albatta, er-xotin ittifoq bo'lib yashashlari, bir-birini haydashlari, so'kishlari islomiy holat emas. Lekin ming afsuski bunaqa holatlar takrorlanib turadi. Endi o'sha paytda urush ustida achchiq qilib, er yo'qol, tur, chiqib ket, ko'zimga ko'rinma, otangnikiga yo'q bo'l kabi gaplarni aytgan bo'lsa, bu yerda taloq so'zini aytmaganligi uchun o'sha so'zlardan nimani iroda qilganligini, niyat qilganligini so'rashga ehtiyoj tushadi. Shu ish bo'ldi. Endi mana so'ralyapti, hozir savol keldi. Shunda shu so'zlarni aytgan, ya'ni xotiniga yo'qol, chiqib ket, otangnikiga bor kabi haydash ma'nolarini anglatuvchi so'zlarni aytgan erdan so'raladi. Siz yo'qol, ko'zimga ko'rinma, chiqib ket, otangnikiga bor degan gapni aytganingizda nima niyat qilgansiz? Taloq niyati qilganman desa, taloq tushadi. Yo'q, endi urushib qoldik, ikkovimiz ham achchig'imiz chiqib turibdi. Yana birga tursak, urush avj olib, gazaga olib, yomon oqibatlarga olib bormasin. Biroz ajrashib, ko'zimga ko'rinmay tursa, ikkovimiz ham achchig'imizdan tushib, keyin yarashib ketarmiz degan niyatda aytganman desa, taloq bo'lmaydi. Bunday narsalarni kinoya deyiladi. Kinoyali so'zlarni aytilganda darhol taloq tushganiga hukm qilinmaydi, balki erning niyati so'raladi. Er kinoyali so'zlarni aytishda taloqni niyat qilgan bo'lsa, taloq tushadi. Taloqni niyat qilmagan bo'lsa, tushmaydi.